Hı. To'ng'itdi. Eshitdingmi? Ne eshitdim. Bo'ldi. Boshlandi. Ketdi. Hammaga salom. Nechinchi son avaz? 76. 100 bo'la olmayapmiz hech. O'tgan safar 76ni yozuvdik anaqa bilan. Ha, senzuradan o'tmadimi? O'shaning uchun dublda bor. Kim senzurlik qildi, senmi? Yo'q, she'r. Eshitilyaptimi? Menga bilasanmi? Ha, Sanjar. Eshitilyaptimi? Yaxshi eshitilyapti. Purim. Baqirmay. Yaxshi eshitilyapti, Sanjar. Ha, bo'ldi. Javob kelmaganiga qo'rqdim, bo'ldi. Sanjar, Oy, Singapni gapirib ber, Singapni. Anaqa qilib yuboraylik reklama. ha. Annada Hamma bilsa kerak. O'zi bizani eshityapti. Hamma bilsa kerak. Menimcha shu fin gapi. endi boshqalar ham eshitishi mumkin-ku. Ha, to'g'ri. Endi nima deymiz endi fin gapi endi? Choyxonadan Nima narsa u, qanaqa seriz u? Nimaga odamlar hozir hamma ishini tashlab borib registratsiya qilish kerak, ishlatib ko'rish kerak. 4-5 odamlar bilan endi hozircha qancha odam bo'ldi? Hozircha bir 400dan 500 odam kirayotgan bo'lsa, 500 ga to есть registratsiyadan o'tgan bo'lsa. Ha, 500 ta bo'ldimi? 500 ta bo'ldimi? hozir aytaman. Hozir asosiysi kirayotgan odamlar bilan gaplashsa, nimasi yoqyapti? Fin gapi boti gruppalarda avtomatik boshqarishi ularga yoqyapti. Kim pul berdi, kim bermadi, nimaga bermayapsan deb gapirishlari, uydanlarni yuborishlari, keyin kimlar bergan bermaganligini qarab turishlari, eslab turishlari, keyin tislovlari, bir-birini bezovta qilmasliklari, mana shunaqa narsalar ko'pchilik yoqyapti lekin. 493 ta ekan odam. Ha, 493 o'zi nima narsa o'zi bu? Haligi san anaqa qilganda prezentatsiya qilib, anaqalarga Farastiga elevator pitch qilib. Qisqacha. Unda repetitsiya qilish kerak. Avval repetitsiya qilish kerak-ku. To'xta. Hozir men anaqa aytaman, glavniysi deb. Ha, tayyor anaqa bor, tekst bor, shuni o'qib. Bor-ku. Hozir. Bergan tekst. Sanjarga yordam beraveraman. Choyxona va gaplarda har oy yig'iladigan chorniy kassa pullarni boshqarish tizimi. Qog'oz va ruchkani chetga suring. Endi hamma hisob-kitoblar telefoningizda. Aniq, shaffof va oson. Sanjar mana anaqa bo'ldi. Endi Sanjar aytish shart emas-ku. Mana betga turamiz, nima? Ha, endi o'zi qanaqa shu chorniy kassa pullarini bitta joyda kontrolini qilish, bitta joyda boshqarish. Umuman mana asosan bu nima o'zi? Asosan meni tushunchamda bu narsa sal fintechga qarab ketyapmiz-da hozir. Fintechga qarab ketyapmiz. Nimaga? Chunki moliyaviy instrument bo'lib qolyapti bizaniki hozir. Prosta biz endi buni havaskorlik sifatida boshlangani uchun hali ko'p joylarga hali kira olmaymiz-da. Misol uchun bu nima deyish mumkin? Firmamiz yo'ligiga, boshqa yo'ligiga misol uchun My ID qidirib, pользователlarni verifikatsiyadan o'tkaza olmaymiz. Shuni hisobiga bir ikkita pользователlar sal bunga ishonmagandek qarashyapti. Keyin o'tayotgan pullarni baribir biza kartalarni olyapmiz-da, Telegram orqali, to есть klik orqali, Payme orqali P2P qilib o'tkazamiz. Lekin agar firmamizda bo'lganda, boshqa narsalarimizda bo'lganda, bu narsani qanaqadir bir nimadirda prim o'tkazib yuboradigan yo'llarimiz bor edi. Avtomatizatsiyasi. Avtomatizatsiya narsalari bor-da, shuning uchun biz fintechga qarab ketyapmiz. Endi havaskorlik bo'lgani uchun hali hujjatlashtirmadi, boshqa narsa qilmadi-da, chistani MVP bo'lib ketyapti, rivojlanyapmiz. MVP dan qachondan chiqadimi endi bu? Endi agar menimcha komanda bo'lib turib, buni MVP dan misol uchun o'zimizga yetadigan bo'lsa, qachonki taxminan bir o'zimizga KPI qo'yadigan bo'lsa, 10 mingta odam o'tiradigan bo'lsa ichkarida, monthly misol uchun MAUimiz misol uchun aytaylik oyiga 1000 bo'ladigan bo'lsa, MAUimiz oyiga 1000 bo'ladigan bo'lsa, aktiv
davralarimizni oyiga bir 50 ta bo'ladigan bo'lsa, 100 ta bo'ladigan bo'lsa, taxminan 100 ta deylik. Oyiga bir 100 ta bo'ladigan bo'lsa, unda MVPdan chiqamiz-da, o'zimizni bir KPI qo'yishimiz kerak-da. Ungacha mana shu KPIlarga yetmasa, hali ham MVPda bo'lamiz-da, hali ham anaqa produkt market fitni hali ham topolmagan bo'lamiz-da. Hozirchi oxirgi nima edi? Puls degan joyi bor. 200 ta krug bor ekan endi. Aktivni yopilgan krug, boshqasi. Yopilgani 22 ta ekan. Kecha yana bittasi bilan, kecha avaz yana bittasi bilan gaplashdim-da, kecha mashlab ketayotgandim, mashlab bilan gaplashgan paytda. Kecha gaplashdim mashlab, kecha. Avaz bittasi bilan gaplashgandim, nima deyapti u? Sanjar aka ichiga kirib ko'rdim, zo'r qilibsizlar deyapti, boshqa qilibsizlar deyapti, gap yo'q deyapti. Prosta agar mani choxonam yo'q deyapti, choxonam bo'lganda men ham qo'shilardim cho'tga deyapti, lekin bizda boshqa narsa bor deyapti. Uni keyin gap etdi, mashlab o'shani senga aytmoqchi edim. Nima narsa desam, bizda deyapti 10 yildan beri mana shu narsani Google Sheet'da qilib kelamiz deyapti. Google Sheet'da. Nima narsa qilib kelasizlar desam, 10 ta bo'lamiz deyapti. 10 ta bola kimdir iPhone olmoqchi bo'lsa, ustiga interest fee hozir qancha O'zbekistonda iPhone? 1,5 endi taxminan. To есть anu 1 yilga oladigan bo'lsa, ustiga marja misol uchun rastochkaga 50% qo'yib beryapti, to'g'rimi? Shunaqa. Qimmatroq. $1000 telefonni agar Texnomartdanmi, MediaMarktdanmi oladigan bo'lsa, $1000 telefonni 50% qo'yib beryapti odamlarga deyapti-da. 50% anaqa ishlab ketyapti, magazin ishlab ketyapti deyapti. Xo'p, lekin communityni hammada puli, cho'nchagida puli bor deyapti. Communityda odamlarda hammamizda pulimiz bor deyapti. Anu odamga, anu o'rtadagi bolaga yordam berish uchun deyapti. Biz o'shani 1,5 ming emas deyapti. Biz o'shamiz hammamizga $100 dan beraylik deyapti. 30% ga beramiz deyapti, 30% ga. Anu bola borib turib iPhone'ni olyapti deyapti. 1,5 mingga emas, 1300 kunga tushyapti deyapti. Boshqalar ham 30% dan pul ishlayapti deyapti. Mana shunaqa narsani biz necha yildan beri qilib yuramiz. Kimgadir mashina olib berganmiz deyapti. Kimgadir telefon berganmiz, kimgadir uni olib berganmiz, kimgadir buni olib berganmiz. Xullas kalom gapning dallosi mana shunaqa community anaqa financing bu narsa deyapti. Sizlarniki ham shunga yaqinroq bo'libdi deyapti. Hop. To'g'ri, mana shunaqadan ham bir o'ylab ko'rsanglar, bir ishga tursanglar, balkim market fitlarni odamlarga topsanglar bo'ladi deb shunaqa fikr berilyapti. Bo'ldi, tushundim dedim. Bunaqa biznes modelni ochiq oyna podkastda aytib berdim. Yo'q endi. Udaytda bo'ladi-ku endi. Bunchalik detallarni aytib bergin demagandim. Yo'q, endi bu hamma bu ochiqcha-ku endi bizda ham anaqa-ku, ochiqcha-ku. Karvon zo'r rizqi bo'ladi yerda. Ana qisam ekan. Yaxshi. Keyin oxirgi kiritilgan hali nima edi, odamni ishlatmagan. Sen ham bilasan, sen shu gapni foundersan. Sen intervyu oluvchiga o'xshash savollar berganda. Men oxirgilarni hammasini anaqaga LinkedInga yozib qo'ydim-ku, e'lon qilib. Yozib qo'ysam, ana qo'shganimiz yaxshi bo'ldi. Hatto nima edi? Restartdan oldingisi hali uni menimcha odamlar ishlatib ko'rmadi ana. Crowdfunding o'xshagan narsa qildik-ku. Dedilar. Menimcha o'sha ham yaxshi bo'ladi-da. Haligi toqqa dachaga deganmi? Toqqa dachaga. Hali unaqa davra boshlanmadi hali hech kimda. Yo'q, hali yaxshi kunlik sistem boshlanadi. O'shani mana hozir Sanjar aytgan narsadagi anaqasida. Haligi. iPhone'ga boshqaga deb turib, yig'sa bo'ladi. Endi ana foizini boshqasini endi bilmadim, o'zi hal qilsa kerak menimcha. Unisini o'zi foizlarni ham o'zi tanlaydigan qilib qo'ysa bo'ladi.
Ishqilib quvonmas. Hani uyda Sanjar Hozirgi aytgan. kunda endi hozirgi paytda endi nima kerak ko'proq? Pul kerakmi? Anaqa qilib olamiz birorta investorlar qarab turgan bo'lsa. Yo ishchi kerakmi? Yo anaqami? Tokenlar kerakmi? Endi hozir menimcha Yo Fingap foydalanish bo'yicha Fingapga hozir menimcha marketing qilish kerak bundan buyog'iga. marketing. Ha, User ha, acquisition qilish uchun deysanmi? de o'shanga Choyxonalarga borib QR kod yopishtirib chiqsa-chi, bo'ladimi? bo'ladi. Choyxonaga borib QR kod ham yopishtirib chiqamiz. Bittasini, ikkinchisiga shu Telegramda qanaqadir bir Telegram adresga tegiga berib turib, boshqa qilib shu yerga bir $50, $100 sarflab turib, qani o'tdan qanaqa keladi, choyxonadan qanaqa keladi. Keyin kichik joylardan kichkina blogerlarni bir 5 tasiga berib, ulardan qanaqa keladi ko'rishimiz kerak-da o'zi. Hamma joyda har xil. Anaqada общий nimamizda 300 ming pul bor anaqada. Donationlardan tushgan. Endi menimcha bu oddiy fondimizda. 300 ga oddiyni podkast qilish kerak-ku. Hozir endi anaqa nimadirdi, bu uchun alohida menimcha budjet kerak-da. Valli. Mashallah nima gap sanda? O'qiyapman hozir. Juda ko'p narsa qilib qo'yganmiz edi. Biz barcha kafolatlangan navbat endi eshitishmagan bo'lsa. Adolatli foizsiz. Ko'p turli qo'llab-quvvatlash. Menimcha eng yaxshi anaqa bo'ldi. Qog'ozdan nimaga ko'chirish bor-ku. Boshlangan уже nimalar. Kuruglar. Migratsiya qilishmi? O'shani anaqa qilsa ishlatish kerak-da. Endi har xil variantlarni qilib ko'ramiz. Nima edi? Xullas rejalar anaqa katta. Kelajak rejalaringiz deydi-ku. Masalan, kelajakdagi rejalaringiz qanaqa? Bilmayman, bas. Hozir o'qiyapman, hayolim boshqa yo'lda. Hayotdan maqsadingiz Tak, yaxshi. Yo, ancha-muncha narsalar qilib qo'yamiz-da. Ana, chiqilib ideyalar bo'lsa, qanaqadir kimdadir kamchiliklar bo'lsa, mana feedbacklar bilan biz yaxshi ishlaymiz-da, harakat qilamiz. Har bitta odam aytayotgan o'zini nima edi? Qanaqadir kamchiligi bo'lsa, aytsa biz tezroq ishlashga harakat qilamiz. Ya'ni qilib kelyapmiz. Userlar bilan ishlab endi qana ishlarni qilamiz, nima edi? O'zimiz qanaqadir taroziga solib ko'ramiz. Ya'ni 100 ta odamdan bitta odamga kerak bo'lgan narsani qilib keta olmaymiz. O'zimizni qanaqadir bir tajribadan kelib chiqib, qanaqadir metrikalarga qaraymiz hamma bizda bor. O'shani asosida biz anaqa qilishimiz mumkin o'sha. Nima edi? Foydalanuvchilar so'ragan narsani integratsiya qilamiz. Bor, tasdiqlar bor. Tasdiq listini share qila olmaymiz-ku. Yana bir 30 tacha tasdiq bor. Nimadir feedback bermoqchi bo'lsa, nima qilsam? Telegram kanaliga kirsinmi? Bor, o'rnini kimdir yozib, admin kim deb yozdi, o'sha kimdir gaplashdimi bilan? Men gaplashdim, reklama qilib beraman deydi. Reklama qilib beraman deydi. Kanallarim bor, reklama qilib beraman deydi. Bo'pti dedim. Tushunarli. Mayli. Ishqilib nima takliflari bo'lsa yozsin. Tepada saytda ham bor. Nima edi? Mini appda ham bor. Hamma yoqda bizani topish muammomiz. Bemalol qilsin. Sotsiyetlarda bormiz. Sotsiyetlarda yozsin. Sotsiyetlarni mana sen borib olsan chiroyli qilib. Yaxshi. Boshqa yana nima anaqa? Nima boshqa? Bo'ldimi? Fingap bo'yicha bo'ldimi deyman, yo. Yana bu gap bo'lsa. Eski chiqib qolsa yana qilamiz. Ko'p. Xullas ishlatib ko'rish kerak. Kamchiligi bo'lsa, taklif bo'lsa berish kerak.
Kamchilik taklif bo'lsa bersin, yozsin, qilamiz hammasini. Chiqsin. Misol uchun, yana yetmayotgan narsasini qo'shamiz. Nima edi? Takliflar uchun ochuvmiz. Gapni qisqasi. Bo'ldi. Ko'ramiz bo'lmasa. Feedbacklar. Yozinglar. Shu kommentga, podkast kommentiga ishqilib hamma yoqda, YouTube'mi, boshqa joyda. Bo'ldi, yaxshi. Keyingi temalar nima endi? Apple anaqalarni chiqardi, ularni gaplashganimiz yo'q, lekin device'larni qancha narsalar chiqarib tashladi. Yo'q, gaplashmadi. Anaqa bilmayman. Nima chiqdi? Operativkasi 8 ekan, u qanaqa ishlaydi? 8 hozir kam emasmi deb endi aytishyapti. Bilmadim. Ishlab ko'rdingmi, o'qidingmi? Ne? Air'larni ishlatib yuribmiz 8 GB. Hali ham. Shu yaxshilayapti. Faqat lokalniy LLM'larni ko'tara olmayapti. Bu nima ishlatyapsan lokalniy LLM bo'yicha? Mana LLM Studio degan bir anaqa bor ekan, app. Bor. Ko'rganim yo'q. Ishlatdingmi o'shani? Quvayni modelini maqtashyapti. Men shu Quvayni tekshirish uchun Ollamani o'rnatdim. Ollamani o'rnatib, 7B modelini zapis qildim. Kompyuterim mama deb rosa baqirdi. Qoldi. Keyin 7 где-то 8 GB RAM bo'lsa, 7,5 gacha zabitый havasini to'ldirib tashladi. Keyin 1,5B 3B. Kinosini o'rnatdim. Bazasimi, nimasi 1,5 milliardmi? Unisini o'rnatib ko'rdim. U ham anaqa torta olmadi uni ham. Kichkinaligi modellarni 3B o'rnatdim, torta olmadi. 1,5 ni даже o'rnatishga urinib ham ko'rmadim, chunki endi 1,5 slishkim ozda, baribir ko'p normalniy narsa qila olmaysan. Faqat shu nimadirlar tarjima qilishga, so'zlarni so'rashga, bu qisqacha qanaqadir brainstorming uchun balki ishlatsa bo'ladi, lekin juda cheklangan bo'ladi-da. Shuning uchun uni o'rnatib ham ko'rmadim. Sen aytgan LM Studio'ni bu даже ko'proq RAM xotirani yer ekan, chunki uni anaqa user interfeysi ham bordi. GUI deydimi? Mana Ollamani terminalda zapis qilib terminal orqali ishlataverasan. Unda o'sha GUI'si bo'lgani uchun yana ham ko'proq RAM oladi. Shuning uchun uni o'rnatib ko'rmadim lekin. No, xulosa shunaqaki, kamida bir 16 yoki 24 bo'lmasa RAM'i 64. Minimalni demoqchiman-da. Xullas 8 ga befoyda ekan o'rnatish demoqchiman. 16 ni 24 gami qilib bir nimadir qilib ko'rsa bo'ladi menimcha. Qancha katta bo'lsa shuncha yaxshi. Endi interneting bo'lsa menimcha o'sha ChatGPT, o'sha Claude boshqa narsalardan ishlatib yurgan yaxshimi deyman. Yo'q, ular ishlatib ko'rgani yaxshi. Bu mana lokalniy anaqalarni o'rnatishdan maqsad hozir eshitgan bo'lsang, mana OpenClaw bor-ku. OpenClaw'da Claude'ni ko'pchilik ishlatayotganda, уже bugun ana Claude anaqasi haligi Boris Chernig'midi, kimidi? Claude Code'ni o'sha yozdiki, уже 3-chi anaqalarda third party softlarda ishlatish mumkin emas dedi. OpenClaw'da masalan o'zingni Cloud Code'dagi subscription based accounting bilan Cloud Code OpenClaw ishlata olmaysan dedi. Уже ban qilishni boshlabdi. Uning uchun API orqali ishlatishing kerak, alohida pul to'lab. O'shaning uchun ko'pchilik o'sha ChatGPT ga o'tyapti, chunki kodeksni ular ishlatsang bo'ladi bemalol GPTlarni. Shundan kelib chiqdiki, shu
Qwenni o'rnatib, bir ikkitasi lokalniy anaqani o'rnatib ishlatib ko'ribdi. Qwen emas, anaqani Gemma degani chiqibdi. Gemmani o'rnatibdi. Там 70 milliardmi shunaqa parametrli и anaqa полностью o'sha endi cloud optik bilan bir xil bo'lmasa ham, no yaxshi sifatli anaqa javob beryapti ekan и anaqa tekinga bepul hech qanaqa pul to'lamaysan. Shundan kelib chiqib lokalniylarni man test qilib ko'rmoqchi edim. Eng minimalnisiga ham tortmadi mani kompyuterim. Endi O'shaning uchun o'sha cloud versiyalarni ishlatib turarkanmiz hozircha. Kimdir eksperiment qilib ko'rgan bo'lsa, birorta yaxshiroq anaqani lokalkaga o'rnatib anaqa kommentariy yozsa yaxshi. Mana bu ishlatgan shu Qwenni bir ko'rdim. Hali vaqtim bo'lgan edi. Ana testda. Nima ediki, Apple anaqalar ko'rdingmi, o'qidingmi, nima ekan? Nimalar bo'pti? Nimaga e'tibor bersak bo'ladi? Men ko'rdim, qanaqadir nima edi, ko'z ilg'iydigan narsa faqat o'sha Macneoni ko'rdim, bo'ldi. Nimalar chiqdi yana bilmayman-da. Sen ko'rmadingmi? iPad'lar chiqdi. Air'lar, AirPods'ni nimasi chiqdi? AirPods Max ikkinchi versiyasi chiqdi. AirPods katta edi, quloqqa taqib yuradigan. Ha. Esingda bo'lsa, shu birinchi versiyadan beri yangilanmagandi. Ha. O'shaning ikkinchi versiyasi chiqdi. Chipini upgrade qilgan, lekin ichi deyarli hech narsa o'zgarmagan deb yozibdi. iFixit degan nima bor bilsan, kanal bor, haligi polностью ichini tear down qilib ko'rsatadi. Ha. Sochadi. Bir xil. Birga bir hammasi hech narsada. Bitta chip o'zgargan xolos. Qolgan hamma narsasi deyarli bir xil. Hech qanaqa ulучшение yo'q. Shu ANC sal yaxshilangan 1.5 barobar deb yozgan. Faktiski deyarli o'zgarmagan deyapti. Tekshirib ko'rish kerak endi. Lekin narxi o'zgarmagan o'sha. To есть yangi versiyasi chiqsa, ikkinchi versiyasi chiqsa qimmatroq bo'ladi odatda. O'zgarmagan. Lekin Neo'midi, o'sha MacBook Neo mana PC bozorini Windows laptoplarni menimcha sindirib yuborsa kerak. Chunki narxi arzon, lekin baribir Apple qanaqayu sifati boshqasi mahsuloti baribir ancha yaxshi. Mana bundan yaxshi bo'lardi. Продажа bo'yicha statistika zo'r o'qidim. Kutilgandan ancha yaxshi. Точно anaqa sifralar lekin esimda yo'q. Lekin zo'r. Men e'tibor berganim endi sal dizayn tarafiga ko'proq qiziqib yuraman. Aboyda Mac deb yozgan ekan. Dumaloq rounded cornerli tayoqchalar bor. O'sha yerda Mac deb yozilgan ekan. O'shani e'tibor berdim. Keyin bundan oldingi versiyasida Pro'da qora edi-da, liniyalar o'tgan edi. Bu yerda Pro deb yozilgan ekan. Hech e'tibor oldim bermagan ekanman bir. Dizayner Pro deb yozilgan. Hammasida shunaqani. Air'larda Air deb yozilgan. Shunaqa yaxshilab e'tibor bersan, iPad Air'larni nimasida. Mac'da Apple odatda bu narsalarni yaxshi ko'radi. Qanaqadir bekitib, bu Apple'ga xos bo'lgan narsa. Easter egg dermidi? Bu narsa Apple'ga xos bo'lgan narsa, o'sha Steve Jobs paytidan beri endi anaqasi nima edi? O'sha otasi pintlarni qoldirib ketadi dizaynda. Har doim o'sha shunaqa qilgan u. Hozir qani shuni aytishadi. Jobs bo'lganda, endi anchadan beri aytadi, o'sha o'lganidan beri. Jobs bo'lganda bunaqa katta iPhone bo'lmasdi. Jobs bo'lganda bunaqa 1000 xil chiqib ketgan hozir. Pro Max, Pro, Mini nimadirlar-da.
bunaqalar bo'lmasdi. Endi uni biz hech qachon bilmaymiz. Jobs bo'lganda qanaqa bo'lardi? Qiziq. Keyin oxirgi anaqalardan bittasi yangiliklardan endi mana so'ra tugatildi. Endi bilgandirsan, eshitgandirsan. Anaqani. Produkt marketing topolmadi. Yig'ishtiribdi. Endi men o'qishim bo'yicha bir endi hammani fikrini o'qib chiqqanim yo'q. Bitta o'sha maqola o'qidim. Anaqaga urg'u bermoqchi endi. Kodingga ham. Ya'ni razraботчиklar uchun ham qanaqadir hozir asosan uniki anaqayu nima edi? Ommaviyroq bozorni egallagan hamma ishlar. Конечно, katta endi. Razraботчиklar hamma razraботчик emas-ku. 100 ta bo'lsa bir 5 tasi razraботчикdir. Dasturchidir. O'sha tarafga endi urg'u bermoqchi. Kod qilayotgan o'zgarishlar, yangiliklarni ko'rib, uni ham bir qaysidir ma'noda bunaqa qilgisi keldi. Turtki bo'ldi deb o'sha yig'ishtirib. O'sha narsani ko'rdim. Hali lekin men so'rani bir ishlatganim ham yo'q edi menimcha. O'sha podkastimizni bir nechinchidir sonida nimadir deb yozib, bir ko'ruvdik. O'shandan keyin anaqa bo'lgan. O'zi video editing bo'yicha o'sha video promptlar generatsiya qilish bo'yicha bir qanaqadir ishlatdimmi servislarni. Sedansmi o'sha chiqibdi maqtashyotuvdi. Qanaqadir tajriba bo'ldimi bu bo'yicha? Nima qilding? Men hali yetib kelganim yo'q. Yo'q, men Sedans ishlatmadim. Google Vio'ni ishlatdim. U qanaqa o'zi? Tekinmi? $20 подпискada AI Pro degan paketida ichida o'sha Google Vio'ga dostуп bor, Gemini'ga tam 2 terabayt cloudda joy beradi. Xullas bundle qilib bergan. Men uni tekinga birinchi oy tekinligi uchun shu Vio'ni ishlatish uchun test qilib ko'rish uchun oldim. Lekin video generatsiyasi yaxshi, yomon emas. Где-то 6 sekund, 7 sekundlik adashmasam 10 sekundgachamidi video qilib beradi, tekst video. Ovozlarni match qilish uchun ingliz tilida yaxshi qilar ekan, o'zbek tilida yaxshi qilmas ekan. Xatolari ko'p o'zbek tilida. Bitta video men generatsiya qilib ko'rdim. Lekin ben kutgandek yaxshi chiqmadi. Endi uni mana 11 Labs orqali ozvuchka qilib turib, keyin haligi lip sync qilib nima qilsam bo'ladi, lekin uning uchun 11 Labsdan ham podpiska olishim kerak. O'shaning uchun o'sha yo'lga o'tmadim, shu 1-2 marta ishlatib ko'rdim videoni, shu bilan tashlab yubordim. Shu bilan bir oydan keyin podpiska yangilash kerak bo'lganda anaqa notification kelganda esimga tushdi podpiskam borligi. Keyin o'shaning uchun keyin ishlatganim yo'q, cancel qildim. Sifati lekin jazvormas yoqmadi. Keyin 11 Labs deganing anaqasi o'chib qoldi. Men endi generatsiya qildim 1-2 tani. Klassik muzikalarni bir loyiha kerak edi. Generatsiya qilganimda anaqasini o'qidim o'sha. Endi o'qiganim yo'q. Nima edi? Upload abonentskisi o'sha subscription qanaqa ishlaydi? Misol uchun men 100 ta generatsiya qildimda musiqa 30 sekundgacha. O'sha klassik musiqa. 100 tani o'sha bemalol endi men ishlata olmaymanmi desam, ha ishlata olaysan deb endi yozyapti. No. Misol uchun sen 100 ta post qilsang, oyiga misol uchun kuniga bittadan post qiladigan bo'lsa, 30 ta post qilasan oyiga. Endi 30 ta deb anaqa qilib hisoblaylik. Dal shu 60 tasini ham post qilishing uchun sana podpiska aktivniy bo'lib turish kerak ekan. Hop, mayli deyapti, bo'ldi, generatsiya qilding, muammo emas. Yaxshi ishlatur. Xohlasa 100 tasini bitta bir kunda qil. Endi 100 ta post qilmaysan-ku, bitta qilasan. Ana shunaqa momenti bor ekan. Keyin boshqa o'sha generatsiya qiladigan
Sunoma bor adashmasam yana bittasi. Bor, suv. Ha, ularni ham o'qidim, juda ko'pida shunaqa narsa ekan. Aktivniy bo'lib turish kerak ekan. Menga yo'q, bunaqa kerak emas. Men xohlagan paytim quraman. Nima, aktivniy ushlab turmayman desam, unda anaqadan sotib olganing yaxshi dedi. Oti nima edi? Hozir aytaman. Envatormi o'shaniki bor? Envatormi? O'sha Envatordan olsang, unda bunaqa ularning anaqasi boshqacharoq dedi. O'sha biznes modeli boshqacha ekan. Bemalol o'shani ishlatib ko'rasan dedi. Anaqada ham shunaqa ekan. Epidem Music bor-ku bilasan. Yo'q, Epidem Music bor, juda ko'p o'sha video bilan ishlaydiganlar o'sha Epidem Musicga kirib, har xil musiqa boshqa narsalar ko'chirib oladi. Oyiga ham misol uchun $5, $10 to'laysan, endi xohlaganingcha ko'chirasanmi, endi katta anaqa berib. Bu yo'qni ham o'sha biznes modeli shunaqa ekan, nimadir post qilsa, aktivniy bo'lib turish kerak ekan. Misol uchun sen video olding, Epidem Musicdan ko'chirding, 10 ta video montaj qilding, bir haftada bitta video publish qilaman desa o'sha. Joylab boraman desa, qolgan 4 ta qilsa, misol uchun bir oyda, qolgan 6 tasi uchun ushlab turishing kerak ekan. Bunaqa momentlar bor ekan, o'sha qiziq bo'ldi men uchun. Metrikalarni, KPIlarni nima qilish uchun qilgan bo'lsa kerakmi? Условия. Ha, endi bilmadim, bunga hamma amal qiladimi, yo'qmi? Bilmadim. Endi qanaqasan bilasan, deyapman. Bir hit chiqdi, nima edi? O'zi muzikani qanaqa generatsiya qilish, o'sha algoritm, matematik bilib olar ekanda, Shazamni qanaqa ishlashini. Shazamni sani musiqani olib turib, u o'zini bazasidan millionta, milliardta qo'shiqni orasidan qidirib solishtirmaydi dedi. Ya'ni uni har bitta musiqani o'zini o'sha chastotalari bo'lar ekanda, u har bittasini unikalniy bo'lar ekan. Misol uchun, boshqa qo'shiq bo'lsa, xuddi anaqaga o'xshab, nima edi, odamlarni o'sha barmoq iziga o'xshab. O'shanga o'xshagan farqi bor dedi, sirazi bilib oladi dedi. Mana shunaqa tekshiradi. O'zini musiqa jo'natganingni bazadan ko'chirib, palonchi qilguncha qancha pul ketadi? Pul yetmaydi dedi. Qilib, o'shani o'qib qoldim ko'zim. Mana shunaqa ishlar ekan. O'zi ko'rsatib bergan matematik algoritm bor. O'shanga matematikani ham o'qishni davom etish kerak ekan. Hammasi nima deydi? ML deydi, AI deydi. Endi kattaroq bir natijalarga erishmoqchi bo'lsa odamlar matematikani ham o'qishni davom etgani yaxshi-da. Endi qanaqa fundamentalniy momentlar AI ga aytsa o'zi qilib bera olmaydi deysanmi? Endi qilib beradi. Endi sen misol uchun uni boshqarishing uchun sen uni tepasida nima edi, cho'pon bo'lib turib, o'zing qo'lingdagi tayoqcha bilan u yoqqa bu yoqqa qilib turasan-da. Nima edi? Vibe codingning muammolaridan bittasi-ku, endi qilib qo'yadi любой odam. Misol uchun menga o'xshagan sayt menga qilib ber. Qolib qilib berdi. Dalshi nima qiladi uni? Make no mistakes desa. Dalshi hop feedback forma qilgan desa, u yog'ini buzib, u yog'ini aniq tuzatib yuradi-da keyin. O'shanga qanaqadir fundamentalniy narsa bo'lmasa qiyin-da buni. Haligi, hamma parolni kirit deb parolni ham yozib chiqarib qo'yadi-ku, shunaqa. Endi bunaqa memlar ko'p shunaqa. Qiziq. Keyin anaqani tashladim. Endi hali chuqur o'rganib chiqqanim yo'q-ku, AI chiqdi. Odamlar ishsiz qoladi deb. Naborot. Ish ko'payadi deganmi? Ish ko'payar ekan, chunki kompaniyalar zaminsinni anaqasidan olmadingmi buni blogidan? O'shatdan oldim. Mana ham как раз shuni o'quvdim-da. O'qigandan keyin tashlading. Yaqinda shuni ko'rdimman dedim-da. Qaysi joyda ko'rganimni eslolmadim, keyin esimga tushib qoldi. O'sha zaminsin ham kurs ochib, hozir anaqa qilyapti-yu, buni qilish kerak deb. Vibe coding bu yomon emas. Endi mayli, endi sotib ishini qo'ydi-ku. O'sha narsa bor ekan. Chunki yanada kengaysa kerak. Endi bilmadim endi. Bunaqa analitiklar har xil fikr bildiradi. Yillar davomida bo'lib keladi. Hammasi o'xshavermaydi. O'shanga nima edi? Ko'rish kerak endi.
ya'ni ma'lumotlar yig'ish kerak, o'rganish kerak. Menimcha hali O'zbekistonda nima avtomatizatsiya qiladigan narsalar bir sohalar talaygina bo'lsa kerak. Danni Faqat danni faqat yig'ish kerak deganingga anaqa esga tushib ha qoldi. Ana TBPN degan podkast bo'lardi-yu. ha Bilarmiding? ya bir eshitgandayman. Men aytuvchi emas. OpenAI o'shani sotib oldida. Chunki ko'pchilik hayron, podkast kompaniyani nima qiladi? OpenAI AI kompaniya bo'lsa deb haligi tushunmaganlarga bir ikkita haligi nimada kommentariy o'qidimda Twitterda. Shuni OpenAI asosiy data kerak ularga. TBPN podkasti asosan oxirgi paytlar o'sha AI bo'yicha juda katta haligi tajribasi bor yoki o'sha AI bo'yicha ishlaydigan kompaniyalarni founderlari, shunga o'xshagan katta menejmentdagi xodimlar bilan ko'p gaplashgan bular. Undan tashqari shu oxirgi paytda shu AI bilan bog'liq bo'lgan hamma nimalar asosan o'sha joyda launch bo'lyapti. O'sha yerda haligi nima deydi, ko'proq ma'lumot berilyapti, suhbat bo'lyapti, muhokama. Bitta anaqasi 3 soatli live anaqa bo'ladi-da, epizodi. O'shaning uchun shuncha danni bor oxirgi trenddagi mavzular bo'yicha o'shaning uchun olgan deb yozibdi-da. O'sha ma'lumot bo'lmasa nima qiladi uni? Qayerda o'qitadi? O'sha haligi bor mavjud haligi ma'lumotlarni, informatsiyalar bilan o'sha train qilib bo'ldi hamma LLMlar. Hazm qilib bo'ldi. Keyin haligi sintetik dannilar bo'yicha ishlashni boshladi. Lekin manaqa haligi user generated content bor-ku, o'sha doimiy bo'ladigan podkastlarga o'xshagan. Shunaqa dannilar u sintetik dannidan ancha qiymatli, valuable deydi. Qiymati yaxshiroq, o'shaning uchun bunaqa dannilar nima deydi? Talab ko'p sifatli anaqaga, dataga. Mana bizning ham podkastimizda bor, 77 ta soni bor. Keyinchalik 40 millionlik o'zbek tilida bir 40 million bo'lsa, butun dunyoda bir 50-60 million odam gaplashsa kerak endi o'zbek tilida. Ya'ni hazil ekan emas menimcha. O'sha O'zbekiston bozoriga qachondir kirmoqchi bo'lsa, nimadir qilmoqchi bo'lsa, mana shunaqani bizning podkastlarimiz kerak bo'ladi. Mana bu so'zdan keyin bunaqa aytilar ekan. Aytilar ekan debdi. Kimdir sotib olmoqchi bo'lsa, offer berish mumkin demoqchisan-da. Offer bersa, ochig'imiz takliflarga desam. O'shanga bo'lishi mumkin-da endi. Kimdir qilmoqchi deb, agar allaqachon o'sha sketchat qilib ko'chirib olib turib foydalanib ketishmagan bo'lsa. Anaqa disclaimer qo'yaylikmi? Anaqa AI nimalarni train qilish uchun foydalanish mumkin emas. Hozir shu narsa ham o'zi paydo bo'lyapti, ya'ni qanaqadir ayniqsa o'sha Cloudflare'da domen qo'shsang yozib qo'yadi, ya'ni AI kirmasinmi bu anaqangga deb, sani saytingga. Zapret qilib qo'yasanmi, cheklab qo'yasanmi deb. Oldin haligi WordPressda blog ochganda Google search index qilsam yo'qmi deb chiqib haligi bo'lardi-yu, option. Shunaqa ekanda. Shunaqa narsa. O'sha narsalar bo'ldi. Keyin sen boya aytganingdek, daniylar ana bir sudga boraman, kimdir bir-biri bilan sudlashaman dedi, ana adashma kim, Nvidia'mi? Kimdir bir nima edi, tekin kitoblar, endi piratskiy kitoblar. Anthropic bilan OpenAI, Anthropic bilan OpenAI u ham ishlatgan ekan deb nima chiqdi. Endi uni anaqa qilishdan iloji yo'q-da, boshqa nima desa bo'ladi. O'zi skan qilib chiqmaydi-yu. Danni kerak. Конечно. Danni kerak, o'shani oladi-da, o'qitadi. O'sha hammasi arxivda qoidani buzgan, piston chiqgan deb. O'shanaqa anaqalar chiqdi. Yangiliklar bo'ldi.
Endi shu ma'lumot anchadan beri bor edi. Data juda qadrli narsadir. King deydimi? Content is king bo'lardi, hozir endi data is king bo'ldimi? Ha, shunaqa desa ham bo'ladi. Hozir haligi bilsa reinforcement learning degan narsa ham juda rivojlantirishyapti AIlarda. Nima narsa? Haligi gallyutsinatsiya kamroq bo'lish uchun. Haligi masalan qanchadir shu datani train qiladi, data ustida qanaqadir ma'lumotlarni oldi. Sanga masalan ChatGPTda san savol bersang, san savolingga javob beradi. Endi oldin faqat shu quruq o'zini nimasidan kelib chiqib, bazasidan olib shu javoblarni bergan bo'lsa, endi bu berayotgan javoblari qanchalik to'g'ri, qanchalik noto'g'ri, ya'ni qanchalik masalan sanga yoqdi yoki yoqmadi bergan javobi. Shunga qarab sen bilsang, har bitta javobdan keyin pastida haligi nimalar bor, reactionlar bor. ChatGPTda ham bor, Claude'da ham bor. Agar yaxshi javob berdi deb belgilasang, shundan o'rganar ekan. Ya'ni shunaqa savolga shunaqa javob berdim, bu ko'proq pozitiv feedback olib keldi, demak, men shunaqa javob berishim kerak ekan. Shu javobim to'g'ri ekan, ya'ni shunaqa o'ylaganim to'g'ri ekan. Agar ko'proq minus oladigan bo'lsa, значит, men o'zi noto'g'ri anaqa reagировать qilganman, noto'g'ri informatsiya berganman. То есть yetarli bo'lmagan anaqa. Ya'ni aniq oldindan hamma narsani kiritib qo'ya olmaysan-ku, uni nimasiga, ichiga, miyasiga. Masalan, haligi analogiya sifatida anaqani keltirgan. Masalan, birorta kuchukni o'rgatmoqchisan qanaqadir narsalarga. Masalan, o'tir, tur deyishni. Lekin sen o'tir yoki tur deb gapirganing bilan tushunmaydi-yu baribir. Lekin sen o'tir deganingda o'tirsa, sen masalan qanaqadir birorta ovqat berasan. Birorta non berasan, nimadir berasan. Keyin it tushunar ekan, значит, o'tir deganda men o'tirishim kerak ekan. O'shanda menga yaxshi anaqa qildi. Agar o'tir deganda o'tirmasa, hech narsa bermaysan yoki naborot urishing mumkin o'tir deb. Значит, men yomon anaqa bad behavior qilayotgan ekanman. deb o'rganadi, shunaqa o'rganar ekanda. Xuddi anaqa AI'dagi o'sha reinforcement learning degani ham xuddi shu narsa ekan. Ya'ni oldindan sen hamma narsani sen kim qanaqa savol berishini 100% bilmaysan-ku. O'shaning uchun unga mana savol berganda manaqa deb javob ber deb gapirib bera o'rnatib qo'ya olmaysan haligi. Belgilab qo'ya olmaysan. O'shaning uchun shu paytlarda shunaqa javoblarni baholash yoki ko'pchilik qaysi pozitivniy anaqani yo'nalishda deb baholasa, значит, o'sha to'g'ri degan ma'noda shunga o'rganar ekan. Qiziq narsa ekan, bir o'qib ko'rish kerak ekan. O'qib ko'rgin, вообще anaqa juda katta informatsiya, lekin juda qiziq. Keyin anaqani eslatib yubordi. Ya'ni hozir endi bilmadim, endi bittasi aytib qoldi, mana shunaqa bo'lgan. Hozir yoshlarni, o'sha bolalarni, o'sha 3-4 yoshli go'day deydi, men bolalar deymiz, o'sha bolalarni o'rgatayotganda ularni har xilani kurslarga olib borib o'rgatadi-da deydi. U biladi, misol uchun, stakan nimaligini bilmaydi-da, misol uchun stol ustida o'sha shisha o'sha narsa tursa, stakan deydi u deydi. Bir-biriga bog'laydi. Stakanni olib turib yerga qo'ysa, bu stakan deb o'ylamaydi deydi. Tushunasizmi? Mana shunaqa narsa, bog'langan bo'lishi kerak. O'shani mana shunaqa o'rgatadi. Endi bittasi aytib qoldi. O'tirganda gaplashganda bir o'g'lim, mani o'g'lim shu narsalarni biladi. Hamma narsani rangi biladi deydi. Yoki o'sha stakanning rangi qora bo'lsa, stol ustida tursa, qora deb o'ylaydi. Uni boshqa joyga olsang, stol ustiga qo'ysang yo divan ustiga qo'yib qo'ysang, uni rangini qora demaydi. Mana shunaqa shu narsani eslatib yubordi-da.
ham примерно shunaqa ishlaydi-yu. Ya'ni boshida stol ustida turgan narsa uning uchun stakan bo'ladi. Chunki stakan odatda endi o'qitilgan, u o'qigan ma'lumotlar asosida, misol uchun stakan har doim stol ustida bo'lganda, stakandan choy ichdi, choy ichib stolga qo'ydi degan bor. Ha bo'ldi demang, ham senga aytadi, bu stakan faqat 100 ta joyda shunaqa bo'ladi-da. Xon taxtani ustiga qo'ydi yoki tumbuchkani ustiga qo'ydi. Yerga qo'ydi degan narsa bo'lmaydi. Yo daraxtga qo'ydi degan narsa bo'lmaydi-da. Stakanni daraxtga qo'ydi, shoxini uchiga qistirdi. O'shanga ham примерно mana shunaqa ishlaydi. Endi qo'pol qilib aytganda, buni o'tgan podkastlar sonida ham aytib berdim. Qiziq. Keyin anaqani eshitdim. Endi oxiriga vizualniy anaqa deydi-yu. Vizualniy assotsiatsiyami? pattern deydi. Masalan, mashina bor, mana mashina 4 ta g'ildiragi bor, kuzovi bor. Shu narsani yoshligingda mashina deb o'rgatadi. Sen ertaga masalan 2 ta g'ildirali mashina ko'rsang ham, 8 ta g'ildirali mashina ko'rsang ham mashina deysan-da. Qancha sen 4 ta g'ildirali mashina deb o'rgangansan yoshligingda. Lekin g'ildirali nima ko'rsang, bu mashina deysan, masalan. To есть, haligi hayron qolmaysan ertaga masalan boshqa qanaqadir 5 ta g'ildirali mashina ko'rsang ham. Aslida bu boshqa narsa bo'lib chiqadi. Xuddi shunga o'xshagan narsa-da. Sani miyangga shu vizualniy pattern sifatida o'sha narsa kirgan. Mashina, значит, g'ildirali bo'ladi degan. Bu narsani sindirish, bu narsadan boshqacha qarash ham juda qiyin. Ya'ni misol uchun kimgadir dizayner bo'lmoqchi, o'sha mashinani dizayneri. Bir chizchi qani deb o'sha bolaga aytsa, любой bola. Hamma o'sha dumaloq 4 ta balondan boshlaydi-da. Hech kim hech qachonda barg yoki nima edi, daraxtning shoxiga o'xshaydi. Mana shu mashina, mana shoxida bunday turgan narsa piston deb qilmaydi. Non desa dumaloq non yoki o'sha buxonka non ko'z oldiga keladi. Ya'ni qiyin bu narsadan chiqib ketish. Agar bu narsadan chiqsa, o'sha hozirgi kundalik interfeyslarga boshqacha ko'z bilan qaraydi-da u. Endi ko'pincha bu narsa bilan shablonniy anaqa bo'lmaydi, mishlenniy. Chunki boshqacha qarasa, nima edi, yanada yangi qanaqadir narsalar ixtiro qilishi mumkin. Buning uchun endi o'qish kerak, o'ziga xos bo'lish kerak. Ya'ni boshqacharoq o'ylaydigan ularni. Anaqalarni hech hali o'qimaganman endi bir xil maqola o'qimaydi, paper shunga o'xshagan narsalar o'qiydi. Bir ikkita saytlar bor, nimadir research degan sayt bor. O'shani olimlar, tadqiqotchilar o'zi qilgan tadqiqotini oladi-da, o'sha yerga upload qiladi. Endi sal miya chiqib ketadi, unaqani o'qiyman desam. Chiqib, qiziq shu narsa. Davom etish kerak, mana o'zgaryapti. Lekin shu chiqqandan beri oldin podkastlarda Instagramda aytib o'tganman, bir narsani saqlanib qo'yaman, bir hafta 2 haftadan keyin shanba kuni o'qirman, keyin o'qirman deyman, ungacha o'zi aktuallik bo'lib qoladi-da. O'zi kerak emas. Men bunaqa narsa juda ko'p. Ya'ni mana galereyaga saqlanib qo'yaman, keyinroq o'qiyman deb, shunda skrinshot qilib, keyin qaytaman deb. Ma'noda bookmark sifatida ishlataman. Bir ikkita narsalar o'zi ko'rdim, o'zi kerak emas-da menga. Nima qilaman hozir o'qib? O'zi kech bo'lgan. Shunaqa narsa. Endi bilmadim, podkastda bu hozir podkastda aytib o'tdingmi? Anaqa yig'gani qiziq bo'ldi menga. Nima edi? O'yin bor edi-yu. Nima edi? Ko'chadan narsa tutib yurardi. Pokemonmi? Pokemon. O'sha juda katta ma'lumot yig'gan ekanda. Endi o'sha ham bir anaqa bo'ldi. Qiziq bo'ldi. Odamlarga bildirmasdan turib, o'sha ma'lumot yig'ib olgan. Agar u ma'lumotni o'zi yig'adigan bo'lsa, pul yetmas ekanda uni.
hozir ana kishi bilmas Tamam. qanaqadir ma'lumot kishi bilmas ma'lumotlar yig'ilyapti-da har xil joyda. O'ynaganmidingiz uni? Yo'q, men uni o'ynamaganman. Shu o'yinlardan sal yurorman, hech anaqa nima edi. Yoshlikda bir o'ynaganman-u. Shu bilan U bilsa ketdi. anaqa edi, faqat lokatsiyaga anaqa fiksirованный edi. Masalan, Toshkentda bo'lib turib, Toshkentdagi masalan anaqa nimalarni, Pokemonlarni tutib olishi mumkin-da, shu lokatsiyaga qarab. Lekin Moskvadagi masalan, Pokemonlarni tutish uchun Moskvaga fizически borishing kerak bo'lganda. Ha. Keyin odamlar nima qildi? VPN orqali Moskvani IPsi bilan kirsa, Moskvani kartasi chiqadigan bo'ldi. Keyin o'tirib olib, shu Moskvanikini ham Toshkentda o'tirib olib tutadigan bo'lishdi. Rosa anaqa chitlar chiqqandi shunaqa. Ha. То есть, sen aytganingdagi ularni nimasi, missiyasi o'sha realniy joyda, realniy dandilarni olish bo'lgan deyapsan-ku. Ha. Odamlar keyinchalik shu VPN orqali boshqa masalan Toshkentda turib, boshqa joydagi lokatsiyadagi nimalarni ham tutishga anaqa qildi-da. Uje ko'pdan ularni kartasini chalkashtirib yubordi menimcha shunda. Ha. U ham to'g'ri. Endi qanaqadir bir bo'lsa ham keyin nima edi? Kameralardagi zapis qilinayotgan narsalar ham juda bir qaysidir bir davlatni o'rganish uchun juda xavfli bir agar teshuv bo'lib qolsa-da, bir anaqa bo'lib qoldi-yu ham. Ya'ni boshqa davlat qaysidir davlatni o'rganmoqchi bo'lsa, endi har xil maqsadlar bilan kameralarga do'st bo'lsa ham bo'ldi-da, deyapti. Hozir nimalar kitayskiy moshinalar chiqyapti-yu. Ha. Shular masalan mana BYDlar, boshqalar Chang'an, Dongfeng, milliontasi chiqyapti. O'shalarni masalan 360 kameralari bor. Полностью kameralar zapis qiladi, gaplaringni hammasini полностью zapis qiladi. Seni постоянный yuzingni zapis qilib turadi, то есть salonni ichini. Shu dandalarni masalan internet orqali bemalol tortib olish mumkin-da. Конечно, ishlatadi. Ana senga tayyor data. Xohlaganicha ishlatadi, nima qiladi? Qilib shunaqa bir qiziq. Oldin bu har xil fantastik kitoblarda, romanlarda ko'rardi. Hozir bu hammasi fantaziya emas, hech qanaqa o'zi amalga oshirilgan. Ya'ni borda hozir ko'ramiz. Nima telefonni ham bunday silab o'tiradi, silaysan, nomdoq qilsan, hamma narsani silaysan, teyasan, pul tushadi, silaysan, pul ketadi. Ekranida. Qiziq. Endi bunaqa paytda shu fantastik romanlarni o'qisam, endi ular bir 60-70 yil oldin yozgan. Hayron qolasan. Kishi hayron qoladi deydi. O'sha payt shunaqa fantaziya qilgan ekan deb. Qiziq. Yana qani bilmadim endi o'qidingmi yo'qmi? Men saqrat qilib qo'ydim, hali yetib kelganim yo'q unga, har doimgidek. Karpati yozibdi, o'zini nima edi anaqasi ma'lumot knowledge base deydi, nima deyiladi o'zbek tilida? Bilimlarmi nima? Bilimlar ombori. Ombori. O'sha narsani qilibdi, ko'rgandirsan postini u. Yo, ko'zing tushmadimi unga hali? Yo'q, hali ko'rganim yo'q. Undan tashqari yana bittasini qilishni boshlabdi, yo'q qilibdi. Obsidian bilan. Chunki Obsidian o'sha AIga yoqadigan format Markdown ishlatadi-yu. Markdown ishlatadi, o'zini bazasiga ulab, o'sha nima edi? Cloud Code etgan kiryapti. Cloud Code'da oxirgi o'zim uchun senga endi bilmadim, podkastda gaplashmadingmi? Daniylarni sortirovka qilib olishga qiziq bo'ldi. Endi men ko'p rasmga olaman, endi qanaqadir lichniy shaxsiy arxivim bor. O'shalarni sort qilish uchun kerak bo'ldi.
sort qilish uchun kerak bo'ldi. O'sha bash skript yozib berdi. Bash skript orqali muammosiz qaysi rasmga qachon olingan o'sha exif dannisini ma'lumotini olib turib har bitta rasmga olinsa saqlangan bo'ladi-yu. Anaqasi exif ma'lumot. O'shani asosida tek-peklarni yozib bir baza qilib berdi. Uni qo'lda qilaman desam, qancha vaqtga ketib qoladi. Keyin yana bir hozir bir task bor edi endi anaqa. Nima qilishim kerak bo'lgan ish, ya'ni bir forma qilmoqchi edim. Formada odam rasm yuboradi, lokatsiya yuborish kerak. Mana shu ikkita danini yuborish kerak edi. Keyin o'sha o'ylab qoldim. O'sha yuboradigan odam просто faylni jo'natib qo'ysa, fayl Telegramda yuborilsa, fayl qilib jo'natsa, faylni qilib jo'natgan anaqa dani bo'ladi-yu. Nima edi? Location. Latitude, longitude degan narsalar. Faqatgina rasm jo'natsa bo'ldi deb. Fayl qilib jo'natish kerak. O'sha yerdan danini olib olish, ya'ni ikkinchi marta rasm yubording, endi lokatsiyani jo'nating degan narsa kerak emas-ku. O'sha iloji boricha kamroq qilib shu hozir hamma nima edi, texnologiya, yangi texnika, o'sha har xil startaplar qilmoqchi bo'lgan odamlar nima edi, ma'lumot qidirib yuribdi-yu, ma'lumotga o'ch. Chunki bu narsasiz hech narsa qilolmaysan. Ma'lumoti yo'q bo'lsa. Nima qilasan? Qilib yo'q, qiziq, har xil. Sen o'sha Claude'da shu kodeksda boshqacha unusual deydimi, qanaqadir noodatiy ishlatilgan nimalardadir foydalandingmi, hal qildingmi, o'zi nima bo'ldi? Yo ko'rdingmi, o'qidingmi? Endi kod yozdirishga ham ishlatasan yoki o'sha nimadir savolingni so'raysan. Ko'zing tushmadimi shunaqalarga? O'zim anaqada test ko'rdim. Bir ikkitaligi doimiy qilinadigan Excelda отчетlar bor edi. Shuni faylni ochib ham o'tirmasdan shundoqcha Excelda saqlanib qolgan faylimni tashladim. Menga dashbord qilib, ichidagi danlarning hammasini vizualniy qilib ko'rsatib beryapti. Oldin masalan bilsang, haligi BI degan anaqa bor. Instrument, analitik. Instrument bor. Tablo, xuddi shunaqa tabloga o'xshagan. Men esimda bor. Biz o'sha men oldin ishlagan joyda adashmasam outsource qilib alohida shu BI bo'yicha komanda olishgandi. Где-то bir 4 kishilik komandani olib kompaniyaga haligilar adashmasam 1 yil desam menimcha ko'p bo'ldi. Sal anaqa oshirib olganlar. Где-то 6 oydan aniq ko'p. Где-то bir 7 oy, 8 oymi, даже 10 oymi ular dashbord yasab bergan. Shu kompaniya uchun hamma asosiy KPI'larni shu bitta dashbordda ko'rsatib beradigan qilib, hammasi haligi live data. Shu planshetda ochasanda hamma danlar ko'rinib turadi. Shu narsaga shu где-то yarim yildan ko'p vaqt sarf qilganda, alohida komanda outsource qilib, juda katta resurs sarflangan. Hozirgi kunda masalan bemalol shu narsani oddiy $20 yoki $100 podpiska sotib olib, oyda qilsa bo'ladi. Endi o'yinchoq bor-ku bu narsalarni. Hozir mana yaqinda kuni kecha deymiz ama endi hali ishlatib ko'rganim yo'q. Amazonning o'zini anaqalari bor. Amazon Web Services deydi. O'sha serverlarni boshqarishda juda agentlar chiqardi. Endi ko'ramiz nima bo'ladi, nima qo'yadi. Chunki odamlar oylab o'qirdi-da uni Amazondan foydalanish uchun. Endi ko'ramiz qanaqa bo'ladi. Keyin yana endi qurtishgandir endi DevOpslar o'zing bilasan.
o'zini boshqacha Kaprizniy. tutishadi. Ha, Kaprizniy xalq. ha. Ko'ramiz endi. Chunki ko'p Amazon narsalarni ishlatadi. Keyin bir Amazon temasi mana ochildi, anaqani bir qarab ko'rdim, ya'ni o'sha backup momentlar bor, misol uchun rasm o'zi iCloud ham ishlaydi-yu, ba'zi bir narsalar katta bo'ladi, menga iCloudda turishi ham kerak emas, primoy sразу o'sha deep arxiv, Amazon S3 larga yuklab olish anaqasi bor. Imkoniyati bor, o'shani Files degan app bor. Files degan app bor anaqada iPhone'da o'zi, ana standart Apple o'ziniki. O'sha yerda connect qilib turib, serverga bog'lansang bo'lar ekanda. Endi primoy S3 ga bog'lanmas ekan, sababi ana S3 ga seni kartang bog'langan bo'ladi, seni ana parol, tokenlaringni bilib qolsang, endi qo'pol qo'yib o'tadigan bo'lsa, parollaringni o'sha boshqa odamlar ishlatib olib, seni anaqani nima edi, oylik o'sha to'lovingni katta qilib yuborishi mumkin. O'shanga primoy ulanish imkoniyati yo'q ekan, o'rtada bir servis qilib turib, ya'ni bir $5 VPS olasanda, $5 VPS shunaqa nastroyga qilib sozlab qo'ysang bo'lar ekan, iPhone'dan ulanib o'sha yerga tashlaysan, u yoqdagi narsa avtomatik o'sha sen anaqaga ketadi, move bo'ladi, ya'ni ko'chiriladi S3 ga. Endi S3 da deep arxivga ketadi, deep arxiv o'sha eski yuklash 1 terabaytga sendan $1 oladi-da u. Ya'ni arzon bunaqa arzon anaqa yo'q. Hech kim bozorda unaqa senga taklif qilmaydi. Cloud. O'sha cloud hech kim. Endi uni ham o'ziga yarasha cheklovlari bor. Misol uchun deep arxivga tushgan narsani sen kerak bo'lib qolishi mumkin. Srochni hozir menga kerak desang, ola olmaysan. Uni 24 soat, 48 soat kutasan. Endi etga ketayotgan yana qo'shimcha. Chiqilib shu narsa. Keyin bor yana o'zingni anaqa qilib ishlatsang bo'ladi. Misol uchun endi razrabotikada tajribasi bo'lmaganlar o'zi server ko'tarmasdan turib, Nextcloud degan servis bor bilsang. Nextcloud bor, o'sha xuddi o'shani xuddi o'zing shaxsiy Dropboxing qilib ishlatsang bo'ladi-da uni. Uni ham o'sha primoy S3 ga yuklab qo'ysang bo'ladi. Endi bu ma'lumotlar misol uchun hammani o'zini anaqalari bo'ladi, oilaviy rasmlar deydi. Chunki oxirgi paytda ko'p eshitdim nimagadir. Telefonimni восстановить qiluvdim, o'chib ketdi. Chunki bu rasmni hech qayerdan topib bo'lmaydi-da o'sha. 5 yillik, 10 yillik, bir xil yillab ko'chirib yurar ekan, o'zini saqlab yuradi-da, telefonida. Telefonimda bor-u deydi, telefonga shunaqa ishonadi, bu telefon juda ishonchsiz narsa, buni yo'qotib qo'yishing mumkin deb. Jumladan o'sha Telegramlar ham xuddi shunaqa. Mana Telegram bir ishlamay qoldi, unda. Endi javnaq ko'p emas, 2-3 soat yaxshi ishlamagan paytda, mana o'sha payt yanada qaysidir ma'noda his qildim. Shuni juda anaqada turganimni. Nozik bir joyda turgan. Ma'lumotlar, endi bir ikkita ma'lumotni faqat Telegramda-da menda. Shu, Telegraming yo'q bo'ldi, ma'lumoting yo'q. Nima qilasan? O'shanga ko'pincha backup bo'yicha bir o'ylayman. O'shalarga bir kerak bo'lib qolsa, mana shunaqa narsalardan foydalanishsa bo'ladi. Chunki Nextcloud shular arzonroq beradi. Hozirgi bozordagi tayyor servislar narxi juda qimmat. Bu Nextcloud open source anaqa-ku. Open source. Sen olasan, VPS lokalniy bo'ldi. Lokalniy o'rnatib olsang ham bo'ladi. Lokalniy deyman-da, anaqa. VPS. Uni yaxshi taraflaridan yana bittasi iOS applari ham bor uni. Ya'ni bor. iOS appi bor, o'zing ishlab ko'rasan. Endi boshqa konkurentlari bor. Uni misol uchun O'zbekistondagi ba'zi korxonalar ham o'sha media fayllarni o'sha yerda saqlashadi Nextcloud, sababi endi O'zbekistonda saqlanishi kerak, shunaqa o'sha cheklovlar bor. O'sha Nextclouddan ishlatganni ham men ko'p ko'rganman-da. Ya'ni O'zbekistonda Uzmobile U-Disk degan xizmati bor. Shunaqa joy sotib olasanda, cloudga qo'yasan, o'sha polностью Nextcloudda qilingan.
o'sha Vizor. mana shunaqa narsa. Bizada endi tasixda nisbatan internet yaxshi ishlatsa bo'laveradi. Qiziq. Mana shunaqa narsalar. Chunki telefonni almashtirmoqchi bo'lganlar, bilmayman, oxirgi payt o'sha takrorlab o'tyapman. 3-4 ta odam so'radi. Men telefonimni update qilmoqchiman. Mani telefonimda 250 gigabayt joy bor. 128 manga ishxonadan berishmoqchi. Shu ma'lumotni nima qilsam bo'ladi? iCloud olsam bo'lmaydimi deydi. Ularga tushuntirib o'tdim endi. Telefoning 128 bo'lsa, iClouding 1 terabayt bo'lsa yuklay olmaysan yoki avtosinxronizatsiyani o'chirib qo'yish kerak-da. Oldimi u deydi. O'zi telefoningning ichiga qo'shimcha 1 terabayt qo'shilib qolmaydi-ku. O'zi 128 bo'lsa. O'sha. Yoki sinxronizatsiyani o'chirasan, o'zing ruchnoy qilasan. U sal misol uchun olgan rasmiy avtomatik sinxronizatsiya bo'lmaydi-da, tushmaydi. Yoki unaqa ishlashgan. Ana shunaqa paytda shu Yandex Diskga aytdim, endi Yandex Disk taklif qildim, mana shuni olsam bo'ladi deb. Nisbatan. Nisbatan shunaqa, qulayroq unda bor ekan. Endi bu bor edi, mana shunaqa ishlaysan dedim. Chunki 128 telefoni bilan 1 terabaytli iCloudni avtosinxronizatsiyasi bo'lsa, hech qachon 1 terabaytli narsa 128 dan oshmaydi-da o'sha. U qattiq yuklaydi, bilasan-ku. 10 terabaytli ham olishing mumkin, uni telefoning o'zi fizический deymiz. O'zi qisqagina, yo'q, kam joy bo'lsa. Shunaqa narsalar. Ish qilib o'shanga bir ko'ramiz endi Amazon narsalarini. Shostakam kirmadilar. Texnik ba'zi bir joylarda yana qo'shimcha ma'lumotlar berib yoritilardi temalar. Yoki butoni ham anaqadan o'tmay qolishi mumkin edi. Bu tarafi ham bor. Qilib qiziq. Bir qiziq anaqada yashayapmiz. Instrument. What a great time to be alive, deydimi? Bu instrument, ya'ni o'sha fotograflar bo'lgan, fotoapparati otib kallasidek bo'lgan. Misol uchun o'sha endi nechidir yillar oldin, 50-60 yil oldin. Keyinchalik keyin o'sha 30-40 yildan keyin Photoshoplar paydo bo'lgandan keyin anaqa qilgan bo'lsa kerak, rasm siqilgan bo'lsa kerak. Nima qilaman endi deb. Chunki men bilaman, yoshligimda nima edi? Yoshligimda endi kompyuter bo'lmasdi, 90-yillarning boshida. Misol uchun bitta qog'ozga o'rtasiga misol uchun referat deb yozmoqchi bo'lsang yoki mustaqillik kuni deb o'rtada turish kerak-ku, align deydi. O'rtada yozishing uchun sen shriftlaringni razmerini bilib olishing kerak edi birinchi. Uni ancha-muncha yozilardi-ku. Keyin o'sha birinchi o'tirib kompyuterga o'sha dostуп olganimdan keyin o'sha Word'ni ochganda qani shu center qilish qanaqa ishlar ekan deganman, shu so'zni yozganman deb belgilab turib, bundoq qilsam 1 sekunddaman, millisekundda shu o'rtaga tekst qilib qo'ygan bo'ldi. Bunasini deganman deb. Uni qog'ozda o'rtada qilish bilasan, mustaqillik kuni hisoblaysan. Masalan, qaysidir harflarni eni kaltaroq, boshidan o'lchashing kerak-ku. Ana o'sha paytda hozir ham o'sha Photoshop chiqqandan keyin rasmlarni o'zgartirish bor. Hozir-ku anaqalarni multfilmda qilish oson bo'lib ketdi. Yaqinda bir video ko'rdim. O'sha Disney multfilmiga o'xshagan multfilm qo'yardi-da bir. Men bir parchasini qildi, ssenariy orqali. Uni sen 3D da qilaman desam, odam esib ketardi-da. Qancha hafta olardi. Shunday yozib olib, 4 ta ssenariy yozdi, 4 ta kadr uchun. Bo'ldi, Grok orqali qildi. Grok 6 sekundgacha tekinga qilib berar ekan.
bitta tashladida все. to'rtta qildi. Uni sen вообще ani yosh bolalar unda bemalol ko'rib o'tiradi. AI slot deydi-yu, nima deydi? AI Misr deydi, AI aqli. Mayli endi bo'lsa ham endi ana hozircha AI slot, keyinchalik boshqa narsalar ham qo'rqib bo'ladi. Endi ani qilib yotibdi-yu odamlar. O'lib ketgan aktyorlarni, qo'shuvchilar har xil narsa qilib yotibdi. Endi muxlislari bor. GitHub anaqasi yozibdi-yu Twitterda. Butun 2025-yilda 1 milliard anaqa bo'lgandi. Chiqardi. 2026-yil уже chiqarildi, уже там. Haligi. Yani yaqinda GitHub yangi bu yaqinda anaqa so'rashibdi, ruxsat boshladi. Sen yozganlar asosida compile bilab qo'yishing kerak. Bo'lmasa. O'sha belgilangan bo'lsa, ba'zilaringda trening qilish shunaqa. O'sha qiziq. Endi podkastimizni yakunida bir anaqa bir aytib o'tamiz. Claude kodi chiqib ketdi-da endi. Chiqib ketdi. Ba'zi bir исходник endi atelepdan chiqarganmi yo o'zi chiqib ketgan boshqa gap u. Ani bir xil endi razraботчиklar yozdi. Mana shunaqa kod yozibdi. Junior razraботчиklar ham bizning ishxonadagi juniorlar bundan zo'r yozadi deyapti-da. Kulibdi, kulimsirab xuddi. Bu Claude qilayotgan ishi milliardlab pul keltiryapti-da. Bu kodini nima qilasan? Misol uchun mani bizga o'xshagan 10 minglab, 100 minglab odam ishini hal qilyapti-da. Biz hozir junior kerak emas bizga. Sen hozir misol uchun o'sha narsa endi o'zicha bir fikr bildiribdi. Yoz. Shunaqa kod bilan lekin probkasi ishlataver. O'sha boshqalar yozibdi. Hop sen idealniy kod yozasan, o'zingcha o'tirib olibdi. Bu servising hech qachon ishga tushmaydi, hech kim ko'rmaydi ham degan. Shu. O'sha boyagi Boris Chorniga o'sha azob bo'lib qolgan yaxshi, endi kuzatib, bu yaxshi narsalar yozadi. Boyagi DevOps deganiga bitta anaqa esimga tushib ketdi. Manda gapirib beraman. O'tgan yili bitta anaqa VPS'imda hosterdan xat keldi. Короче, juda ko'p hosting kompaniyalar anaqa nima qildi? Complain qildi sani servering bo'yicha. Juda ko'p haligi nimalar bor-ku, portlarni skaner qiladigan. Ochiq port. Shunaqa zaproslar kelyapti ekan sani serveringdan. Boshqa nimalarga. O'shaning uchun, короче, tekshir, birorta nimadir bo'lyapti, xullas, sanamadir. Hakkerskiy ataka действие bo'lyapti. Virus chiqdi, xudo qilib aytganda. Endi keyin nima qilishni DevOps ma'nosini umuman tushunmayman. Nol. Oldin bu narsani qarab yurgan o'sha DevOps bo'lardi. Keyinchalik o'sha DevOps bilan nima deydi? Anchadan bir ishlanmayotgan, o'sha server haligi nimasiz yotgan, nazorat. Endi sразу hal qilish kerak, bo'lmasam bloklab qo'yadi, serverdagi danliklar hammasi o'zining dasturida qoladi. Keyin anaqa qildim. U paytda ChatGPT ishlatardim. ChatGPTga tashladim. ChatGPT bilan o'tirib olib, shu yerda bir yarim kunlik sessiya qildikda. Yarim kun ichida qanaqa ataka bo'lgan, qaysi joydan bo'lgan hujum, ularni hammasini aniqlab, hamma nimalarni, ehtiyot choralarini ko'rib, hamma teshuvlarni yopib, hammasini xullas aytib turdi. Faqat oxirida bitta nimadir task qoluvdi. O'shani hech anaqa qila olmadi, eplay olmadi.
chiqadi, nimadirlar deydi, haligini qilaman, yana xato chiqadi. Masalan, 90% muammoni hal qilib bergan bo'lsa, oxirgi shu 10%ni qayta короче anaqa qilavermadi-da, to'g'rilay olmadi. Keyin o'sha paytda anaqa qildim. U paytda o'sha ChatGPT pulli versiyasini ishlatardim, Claude'ni tekin versiyasini ishlatardim. Claude'ga tashladim. Mana shuni. Haligi Claude bitta zaprosi o'zida fix qilib beradi. Ha. Bittada haligi hal qilib berdi, shu bilan полностью 8% haligi muammo hal bo'ldi. Claude'ga pulliga o'tishimga ham sabab shu bo'lganda manda. Hozir lekin shundan keyin ChatGPTni cancel qildimda, Claude'ga o'tib ketgan. Claude'ni endi SSH orqali ulanasan, o'sha ochib qo'ysang, o'zi u yoqqa ulanib ketadi-yu, bilasan-ku, serverga. Ha. Endi keyin chiqdi. Ular keyin chiqdi. Men bu narsani qilganimda yo'q edi narsa. Hozir mana где-то unga qancha bo'ldi? 7 oymi bo'ldi. Shu 7 oydan beri mana hech qanaqa DevOpsiz, o'sha Claude orqali bemalol o'sha serverni maintain qilib yuribman. Hozircha qanaqa muammo yo'q. Конечно. Ishqilib zo'r qiziq narsa bo'ldi. Hozir yana bir hozir shu DevOps bo'yicha bir o'sha portlarga ataka bo'lyapti. Endi har xil ko'pincha infile qidiradi. Yana kripto kошелек bu bolalar qidiradi, bilasan ular endi. O'sha yerdan Tailscale degan hozir anaqa chiqibdi, app. Tailscale men ishlatganman anaqa. Remote anaqa. U ya'ni sen hamma portga olib qo'yib, Tailscale orqali o'sha serveringga, ya'ni sen u orqali ulanasan-da. Ha. Ishlatganman. Zo'r anaqa, tekin. Zo'r ishlaydi. Windowsda ham ishlaydi, Macda ham hammasida ishlaydi. Telefonda ham ishlaydi. iPhone'da ham bor. iPhone'da ham bor. Zo'r narsa. Zo'r. Men bir qaradim endi. Ko'rdim, yaxshi ekanini. Backend production serverlarda hali ishlatayotganim yo'q-ku, yaxshi narsa ekan. Uni Peter Levelsdan eshitdim. Birinchi bo'lib turib, VPS olganimdan keyin Tailscale o'rnataman deb yozuvdi-da. Yozuvdi o'sha. Tekin bir 3-4 ta device-gacha bemalol ulanar ekansan. O'shani men oldin o'sha Windows serverlarga haligi nima qilgani boshqa bir ikkita Apple bo'lardi, Windows ishlaydigan, shular ishlatib yurardim oldin. Keyin bu Mac'dan turib ulanish kerak bo'lib qoldi. Haligi oldin ishlatib yurgan programmalarimni Mac versiyasi yo'q. ChatGPTdan so'raganimda ikkita uchta bunaqa toollarni bergandida, ichidan shu birinchi o'rinda haligi eng most recommended deb turish Tailscale bergandi. Keyin o'sha o'rnatib ishlatib ko'rgani вообще cho'tki. Zo'r ishlaydi. Zo'r narsa. Ishqilib endi nima edi? Podkast eshituvchilar balki hammasi bilmas-ku, ana ishlatsan shu narsalarni. Obsidian ham cho'tki. Obsidian ham zo'r. Chunki primoy do'stlik bor-da, endi ko'ra notepad bor, telefonni o'zida, notesi bor. Endi ularni sen yozgan faylingni ko'ra olmaysan, fayl holatida. Uning uchun eksport qilasan, import qilasan. Obsidian shunday o'shanda turadi. Hozir AI bilan chiqishyapti-da. Mana shunaqa toollardan foydalansin. Endi men bir ikkita ishchilarni sheriklarni hech o'tqiza olmadim endi. Konservativniy odamlar bor. Hech o'tmaydi. Obsidianni anaqada ham CLI versiyasi chiqdi, agar ko'rgan bo'lsangiz. U zo'r bo'ldi. Terminaldan turib bemalol Claude bilan birga ishlataverasan. Короче, hozir shu CLI hamma qilyapti. Hozir CLI nima deydi? Ularadigan haligi gateway bo'lib qoldi-da, CLI, API lar. Masalan, web search
haligi esingda bo'lsa gapim bo'ldim. Oldin mana Brave brauzerda menimcha birinchi chiqdi. Web search API orqali search qilish. Oldin haligi hozirgidagi masalan Playwright orqali brauzerni ochib, brauzerdan search qilib bu yaxshi ishlamayapti-da. Hozir ham Claude'da ham, GPT'da ham, mana Codex'da ham yaxshi ishlamayapti, lekin API orqali shularni ishlatsa zo'r ishlayapti. O'shaning uchun любой qanaqadir servisni scale qilmoqchi bo'lsang, API qilmasang, уже bundan buyog'iga menimcha scale bo'lmaydi-da. Конечно, chunki o'sha Sentry boshqasi ham anaqa nima edi bildim, nahotki qilmagandim, endi ba'zi bir repolar Bitbucketda turadi, endi Atlassiannikini ishlatamiz. Anaqasi yaxshimas ekan uni. Nima edi? CLI. Chunki bor ekan, GitHub'ni ishlataman, ana GitHub bor, GH bilan. Repozitoriy ham create qilib, primo garchi terminaldan chiqmay ko'tarib yuborasan hamma narsani. Ana o'sha narsasi yaxshi ishlamas ekan. Yaxshi emas ekan. Major emas anaqada ketyapti-da. GitHub'kidek. Shunaqa emas ekanda endi Jira'si yaxshi-da ana. Jira'si anaqani proyektisidan yaxshiroq GitHub'kida. O'shanga dedim, endi o'sha paytda anaqa ishlatdim. REST API bor, do'stlik ochilgan edi o'sha Jira'niki. REST API orqali chunki ba'zi bir tasklarni endi zadachalar bor. Misol uchun o'sha kod bazani o'qiydi. Men uni kopiya qilib qo'limda yozib o'tirmayman. Shunda o'sha shu yerga hamma tuduni olganda, men sprintga, men bordga tiqib yuborgan dedim bo'ldi. O'zim qarab o'tirdim. REST orqali hammasini keyingi safar hammasini o'sha işte bir 40 ta, ya'ni xohlaganimcha task qilardi. 30 ta 40 ta taskni yasab yubordi. Keyingi safar endi razraботчикka kiradi, mashdan prioritet bo'yicha ana high criticallarni olganda fix qilganda u ham o'sha Claude ishlatadi. Yozib o'tirdi. Keyin dam bo'lganini dam deb yozib yubordi-da bo'ldi. Shu. Dam yozib yuboradi, o'sha yerdan olib. Anaqaga kirib o'tirish ham hojat yo'q. Bitbucketda brauzerni ochib o'tirmaysan. Shu. O'sha GitHub'ga juda zo'r. Ana Cloudflare'larniki yaxshi. Короче, o'sha sen aytib o'tganda hozir CLI yoki o'sha endi API ko'pida bor, o'sha CLI bo'lmasa anaqa nima edi, yo'qotib qo'yapti-da o'zini anaqasini. Chunki kerak narsa-da bu ana. Men yaqinda anaqa qildim nima edi. Endi Facebooklar, Instagramlar boshqacha anaqa-ku endi bunaqa razraботчикlarniki dasturchilar ishlatmaydi-yu. Endi developerskiy narsa anaqalari ham bor, dokumentatsiyalari endi u joyini ishlatadi-yu. Ya'ni anaqa qildim. Bir 100 tadan shu post bor edi. O'shani API orqali Instagramga post qiladigan qildim-da. Uni ограничениялari bor ekan. Facebookga 30 kun misol uchun hozir 3-aprel bo'lsa, sen 3-maygacha qila olar ekansan. Ya'ni 4-may, 5-iyun qila olmas ekansan. Bir oylik limit bor. Bir oylik ekan. O'shanaqa zadacha chiqib qoldi. Keyin uni o'zi gaplashib Claude bilan anaqa dedi. Oti nima edi? Cron job qilaman dedi. Eng zo'ri shu dedi. O'sha Cloudflare Workers orqali Cron job yasadida, tekin. R2 o'zini anaqa file storage bor. Ya'ni qaysidir Cron job Instagram videoni yerga post qilishi uchun sana videoing public URLda bo'lishi kerak edi. Ya'ni Cron oladida o'sha funksiya. U yoqdan olib turib, sen belgilagan anaqangga qo'shib yuboradi. Oti nima edi? Akkauntga post qilib o'tiraveradi. Ya'ni postda tag meg shunaqa narsalarni sen o'zing ololasan. Postingdan olib yozadi. Sen ruchnoy qilib o'tirmaysan. Shuni avtomatizatsiya qildim, bitta loyihada kerak edi. O'shani qildim. Qizim ana CLI yo'ligi uchun API ishlatdi, token berdi. Bir juda ko'p joyda razрешение qo'yar ekan. Facebookga biznes
Suitni o'zi bilasan-ku, memlar ham chiqib ketgan, juda qiyin. Вообще Betidan dabbe. kirasan, olasan, ishlamaydi, короче, so'radi. Shunaqa. No, yo'da boshqalarni ham sen endi men bitta akkaunt uchun bir yarim soat 40 minut yotsam bu yoqqa o'tirdim-da, tokenni qo'ydim, publish bo'lmayapti, sababi access berilmagan, yoqilmagan. Tech provider bo'lsang, o'zini kompaniyani verifikatsiya qilar ekansan, o'zi tribunallari bor ekan Facebook'ga o'sha Meta'ni. Tech provider bo'lsa, sen keyin boshqa odamlar ham shunday oson bo'lar ekan, ya'ni. Boshqa akkauntlarga ham agentstvalar uchun kerak bo'lishi mumkin, o'zim bilan. Anaqani oladi, o'sha tech provider bo'lgandan keyin boshqa odamlarni o'sha akkauntiga ham publish qiladi. YouTube'da bo'yicha task bor, hali YouTube'ga kelganim yo'q, endi YouTube ham o'zini API bor ekan, o'sha orqali qilsa bo'ladi. Endi yo'da anaqalar yo'q, command line interface, CLI yo'q-da, o'zi alohida klient yo'q. O'shaqa narsa bo'ldi, bir qiziq bo'lsa endi qilib ko'rsam bo'ladi o'sha narsani ham. Test qilib Ko'raman, chunki MetaSuite o'zini brauzerda ishlatish o'zi qiyin, o'zi azob. Odam sifatida. Avtomatizatsiya qilib ishlatsang, конечно, qulay bo'ladi. Uni o'sha bir ikkita narsalarga do'st bermadi, tech provider bo'lishi kerak. Ya'ni sen o'sha kommentlarni o'sha engagementni dannisini ham olsang bo'ladi. Ya'ni u dannini olasan-da, senga o'shani ozgina AI'ni qo'shasan, o'sha odamlar ko'p qilayotgan like-ga o'xshagan dalilni sen anaqani qilasan. Oti nima edi? Post yasasan, tushunayapsanmi? Hech kim. Buni hammasini o'sha AI o'zi agentlarni yasab qo'yasan, o'zi qilib o'tiradi. Sen hech narsa qilmaysan. Orkestr bo'lasan-da, nima edi? Dirijor deydi. O'rtada turib, nomdoq qilib turasan, hammasi o'sha ishlaydi. Qilib ko'r shu narsani, endi qiziq. Ads uchun ham yaxshi ekanda, o'zi analiz qilib, yaxshi perform qiladigan adlarni o'zi yaratib, to'sib ketaveradi. Bu juda zo'r narsa. Balki hozir nimani o'zgartirdi, masalan? Hozir mana ovozing вообще zo'r chiqdi. ikkita naushnikimni ikkalasi ham ketma-ket o'ldi. Birinchisi bittasi chap bo'ldi, keyin o'ni o'ldi. Hozir уже primoy telefondan gaplashyapman. Ovozing вообще yarki, jonli. Xuddi yonimda turgan. Bor ekan o'diga. Ish qilib shu. Endi qiziq, keyin yana bitta momenti bo'ldi, endi qiziqdi, endi biz entuziastmiz, bilasan, endi kompyuterga qiziqamiz, bizani birinchi navbatda mana endi podkast boshqa ishtirokchilarni ham birinchi shu entuziazm qiladi-da, bizani harakatlantiradi. Eski task listlarni har xil ideyalar bo'lganini yozib qo'yganmiz notga. O'shalarni qidirib o'tiribman. Nimalarni qilsam ekan deyapman, juda ko'p o'sha unaqa kayf bermaydi-da o'zadachi. Oddiy asosan krut. Bu yoqdan bu yoq. Uni hozir narkotikka o'xshab qolgani klodam. Buni qaraysan, ertadan o'sha oddiy krut qanaqadir blog, qanaqadir internet magazin, bot, shunga o'xshagan narsalar yasashdan o'sha nima edi kayfini bermaydi. Qiziq emas. Hozir nimalar qilsa bo'lar ekanda, o'zim uchun qiyin bo'lib tuyulgan narsalarni qilib challenge bo'lyapti-da. Endi shu narsa harakatlantiradi. O'shanga shularni tutib qarab o'tiribman-da. Hozir endi bor, endi videoga bir kelishim kerak. Endi reklama montajlarni o'zi. Yo'q, mana mana shu narsaga kelyapman-da hozir. Hozir kelyapman, hali bor qilinishi kerak bo'lgan narsa. Hozir lekin mana shu zamesinda o'qidim, adashmasam, balki sen ham o'qigan bo'lsang kerak, montaj videoni shu klodda qildimmi deb yozib qildi. Videosini ko'rdingmi? Men ko'rganim yo'q. Chunki hali odamlar bir ikkitasi komment yozuvdi. Nima qilding, ko'rsatma dedi kimdir bittasi.
u уже hali yangi post edi. Bir ko'raman o'sha narsani. Qanaqa zo'r chotki videolar qiladi. Remotion ham ishlatib ko'r, agar qilmagan bo'lsang, sotsiyetlarga har xil nima edi, novostnoy nima edi, ommaviy axborot vositalarini anaqasi uchun muammosiz любой turdagi narsani generatsiya qiladi. Endi qiziq, endi vaqt bo'lganda qilib o'tiramiz. Dam olish ham esdan chiqarish kerak emas, sababi sog'liq uchun bir xil payt nima edi, dopingga o'xshab turgandan keyin yopib ketish qiyin bo'ladi. Bir xil payt shartni yoqmanmi? Klubni anaqasi limiti reyt tugaganda dam olib turibmiz. O'shanaqa payt. Ovqatlanish, dam olish esga tushib qolyapti shu paytda. Boruvdi, mana nima work life balance deydimi? O'shanaqa payt qilish kerak. Lekin anaqa. Yaxshi endi ko'ringlar, har xil instrumentlar chiqib ketyapti. Shunaqa bir qanaqadir ideya bo'lsa, AIdan yoki ITdan uzoqroq, mana bizga podkast orqali murojaat qilamiz. Sanga, menga, boshqa podkast nima edi, ishtirokchilariga, nima edi, boshlovchilariga murojaat qilsanglar bo'ladi. Yordam beraveramiz, to'g'rimi? Begona qilmanglar. Begona qilishmasin. O'shanga, chunki bu yoqda istalgan anaqa yechimni qilsa bo'ladi. Chunki bu yoqda nima edi, endi hammani направленияmiz har xil. Saniki misol uchun boshqa produkt jariki boshqa sinergiya bo'lib deb aytishadi. Bir qo'l keladi bu. Chunki IT ishliklar ko'p. Ularda opit yo'q, experience yo'q, tajriba yo'q. Bu narsa vaqt orqali keladi. U oldindan bilmaydi-yu. O'rganib chiqmaydi-yu hamma. Nima edi, odamlar bilan gaplashib, intervyu qilib. Hamnaqa bo'ladimi? Xayoliga kelmaydi. O'shanga har xil fikrlar, muammolar bo'lsa, bemalol nima edi, eshikni tepib kirsanglar ham bo'ladi. Shu endi keyingi podkastgacha yana anaqa qilamiz, gaplashamiz. Bo'ldi. 1,5 soat. Bo'ldi, sog' bo'linglar. Bo'ldi, avaz gaplashamiz. Feedbacklarni kutamiz. Bo'ldi. Xo'p, sog' bo'linglar.